Aqlli odam ko'p gapirmaydi, lekin kerakli paytda to'g'ri gapiradi. U eshitishni biladi, chunki bilish eshitishdan boshlanadi. Aqlli inson xatoni boshqalardan emas, avval o'zidan qidiradi. U jahl bilan emas, aql bilan qaror chiqaradi. Aqlli odam bilmaganini tan olishdan uyalmaydi. U vaqtning qadrini biladi va uni bekorga sarflamaydi. Aqlli inson g'iybatdan uzoq yuradi. Foydali so'z so'zlaydi. U har bir ishning oxirini o'ylab ish tutadi. Aqlli odam kamtar bo'ladi. Kibrni bilimga dushman deb biladi. U sukutni ham tarbiya deb tushunadi. Aqlli inson boshqalarni o'zgartirishdan ko'ra o'zini tarbiyalaydi. U har doim o'rganishga mushtoq bo'ladi. Aqlli odam hasad emas, ibrat oladi. U muammoni bahona emas, dars deb qabul qiladi. Aqlli inson yolg'izlikdan qo'rqmaydi. Undan fikr chiqaradi.